Mana kuzatuvchilar, jarayonimizni boshladik. Ya'ni bu holatda birinchi etapimiz pereksdan boshlaymiz. Pereksda qulog'iga tomizib, qulog'ini tozalab olamiz. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Men sizlarga bugun Tianchi kompaniyamizning mahsulotlari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman va o'zimda sinab ko'rgan natijamni ko'rsatib bermoqchiman. Asli haqiqatni ko'rsatib bermoqchiman sizga. Mana shu prokladkamiz, 30 talik prokladkamizda bir donasidan olib, o'g'limning qulog'iga foydalandim. Ya'ni bir hafta 10 kundan beri quloqda shamollash bo'lib yiring kelib turgan edi. 2 kun bo'ldi, kechdan boshladim, уже 1 sutka bo'ldi. 1 sutkadan beri 2-marta, 3-marta foydalanishim. Mana shu prokladkamizda natijasi qanday bo'lganini sizlarga aytib bermoqchiman. Ya'ni bu holatimiz qanaqa bo'ldi? Prokladkamizda o'rtasidagi dorisi miqdorini olamiz. Ko'rsating. Mana buni ajratib olamiz va o'rtasiga 1 kun 2 kun xitazan qo'yib ishlatdim. Уже 1 kun 2 kun ishlatgandan keyin buni ichidagi quloqchasining ichidagi yiring kamayib qoldi. Уже yo'q bo'ldi. Bugun endi kardsepsdan foydalanmoqchiman. Bu chipimizni ichiga ozroq qismini karseps quyaman. Sep bo'lganimizdan keyin quloqchasi shu tartibda ingichka qilib qo'yaman. Undan oldin, qo'yishdan oldin pereks bilan quloqni tozalab olib, keyin mana shuni qo'yamiz. Kechadan buyon xitazanni qo'yganimda shu yiringlari kamayib, ancha natija ko'rdim. Sizlarga tavsiya qilib qolaman. Sizlar ham mana shunday qilib bolalaringizni qulog'ini yaxshilash uchun foydalansanglar bo'ladi. Men juda ham yaxshi natijalar ko'rdim. Bundan tashqari ko'rgan natijam va bunga ishonganimga sabab mahsulotlarimizdan komplekt to'liq foydalandim. Sababi meni bolamda tug'ilganda allergishni bo'lib tug'ildi. Allergishni bo'lib tug'ilganda 6 oy bezlaktozli kashasini ichish kerak ekan. Men shunda bolamga bezlaktozli xumanadan beri boshladim. Beri boshlagandan keyin o'zgarish bo'lmadi. 2 oycha umuman o'zgarish bo'lmadi. Olib bormagan doktorim qolmadi. Davolandik ham. 3 kun 4 kunlab больницаlarda yotib chiqdik. Natija bo'lmadi. Keyin esa ustozimlarga aytgandim, Shoir opamlarga aytgandim. Shu mahsulotlarni tavsiya qilishdi, to'liq lichina yozib berishdi. Men mahsulotlardan olib boshladim. Pashti 20 kunlar ichirdim. 20 kundan emas, 1 oy to'liq ichirdim. Bolamda ancha katta o'zgarish bo'ldi. Ham vaznida o'zgarish bo'ldi, ranglari toza bo'ldi. Bezlaktozli sutdan, kashasidan qutuldim. Hozir rossiyskiy boshqa malyutkalarga o'tganman. Malyutkani maqtashdi, o'shandan beraman. Hozir umuman oldingi ahvolidan asar ham yo'q, Xudoga shukr. Men shu Tianchi mahsulotlardan ancha natija ko'rdim. Sizlarga ham tavsiya qilib qolaman. Hozirgi yosh bolalarda ko'proq shu quloq og'rishi, shamollashlar yuzaga keladi. Men shu prokladkamizda o'rtasiga xitazan, bir marta ertalab xitazan qo'ydim, yarimta, kechga karseps qo'yaman. Men shu holatda antilipidni choyga botirgan holatda qo'ysangizlar ancha natija ko'rasizlar. Men Xudoga shukr hozircha yaxshi. 1 kun qo'ydim, 1 kunda yaxshi rezultat ko'rdim. Sizlarga ham tavsiya qilib qolaman. Ishoninglar, bu juda ham effekti bor mahsulotlar hisoblanadi. Mana kuzatuvchilar, jarayonimizni boshladik. Ya'ni bu holatda birinchi etapimiz pereksdan boshlaymiz. Pereksda qulog'iga tomizib, qulog'ini tozalab olamiz. Agar yiring bo'lsa, yiringni tortib chiqaradi. Bolachamiz ozroq bezovta bo'ladi. Unda bolaga yoqmaydi bir to'shta ushlab turish. Mana ancha yaxshi. Har doim shu xitazan, prokladkadan, kardsepsdan foydalanmagan vaqtim quloq rosa ko'p yiring chiqardi.
O'zim qo'rqib ketardim. Birinchi marta shunaqa holatga duch kelishim. Xudoga shukr, mana quloqchamiz kechadan buyon ancha yaxshi, yiringlar kamayib qolgan. Qulog'i mana o'zlaringiz ko'rib turganlaringizdek top-toza. Faqat shu pereksini tortib olamiz. Qochishkob. Mana tozalab olamiz. Endi bir ikki xatoliklar bo'lishi mumkin. Men uncha darajada tushunmayman. Hozir qo'limizdan kelgancha lichinan qilamiz. Vrachlar menga Otofa degan, keyin Floxadex degan tomchilarni aytishdi. O'shalardan foydalandim. 10 kunlar ishlatdim. Umuman foyda ko'rmadim. Har kuni yiring kelardi. 2-3 martada mana shuni Perex bilan tozalardim. O'sha mana bu yog'ini bosganimda quloqdan yiring chiqardi-da. Hozir mana o'zlaringiz ko'zlaringizni yoniga ertalabki qilgan lichinam, mana kechga quloqni tozalab oldim. Mana uxacheskamizdagi tozalik. Hech qanaqa hech narsa qolmadi. Endi hozirgi tayyorlagan chipimizni ichida kardiseps holatini quloqchasiga kirgizib qo'yamiz. Kechki vaqt choyga botirmasdan qo'ysangiz ham bo'ladi. Ancha quloqchamiz bir kunda yaxshi rezultat ko'rdi. Sizlarga ham tavsiya qilib qolaman, mana shu holatda quloqchamizga yaxshi foyda beradi. Qo'yib qo'yasizlar. Rahmat e'tiboringlar uchun.